hamma so'zni mana shu intizom haqida gapiradi, lekin hech qaysi reja tuzib bermaydi. Faqatgina intizom bilan til o'rganish mumkin. To'g'ri, intizom oson ish emas, ayniqsa til o'rganishda. Assalomu alaykum, всем привет. Bugun sizlar bilan intizom bilan rus tilini oson o'rganish haqida gaplashamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bilaman, shu kungacha ko'rgan rejalaringiz sizga mos tushmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz barchada uchraydigan muammolarni tahlil qilib chiqdik va aynan sizga mos keladigan 6 ta intizom rejasini tuzib chiqdik. Birinchisi, har kuni shug'ullanish. Endi shu joyda bitta haqiqatni tan olaylik. Agar biz har kuni shug'ullanmasak, bu tilni yodda saqlamaymiz. Kamida 15 daqiqa davomida miyaga bu tilni eslatib turishimiz kerak. YouTube'ga kiring va barcha videolarni rus tilida tomosha qiling. Albatta, kerakli videolarni. Ikkinchisi, doimiy takrorlashni odat qiling. So'zni bitta o'qib, uni yod olishni kutmang. Shu joyda haqiqatni tan olaylik. Takrorlash bilimning otasi. So'zni takrorlash orqali biz uni xotiramizga saqlashimiz mumkin. 19-asrdagi o'sha eski qoidalar, eski daftardan qarashning foydasi yo'q. Shunchaki ko'z yugurtirib chiqishning ham foydasi katta. Uchinchisi, ruscha kino ko'ring. YouTube'da bekorga vaqt o'tkazish bu passivlik. Miyaga "Davайте bugun rus tilida kino ko'ramiz" degan bahona bilan kiramiz va tegi subtitrni o'chirib qo'yamiz. To'g'ri, bu boshda ancha qiyinlik tug'dirishi mumkin, lekin keyinchalik barcha kinolarni to'liq tushuna boshlaymiz. To'rtinchisi, shunchaki gapiring. Mana shu joyi eng muhimi. Oila a'zolaringizga, do'stlaringizga, qarindoshlaringizga, hatto o'zingizga ko'chada ketayotganingizda yoki oynaga qarab o'zingiz aksingizga faqat gapirishdan qo'rqmasligingiz kerak. Chunki gapirmasangiz bu tilni shunchaki o'qish yoki yozish bilan o'rgana olmaysiz. 5-si, xato qilishdan qo'rqmaslik. Bunisi eng og'riqli nuqta. Juda ham ko'p til o'rganuvchilar shu xatoni qilishadi, ya'ni so'z yodlashadi, til o'rganishadi va xato qilishdan qo'rqqanlari uchun tilni tashqariga chiqarishmaydi, ya'ni uyalishadi. Xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Bu xuddi sport zaliga borib shunchaki tomosha qilib qaytib kelishdek gap. Xato qilsangiz, shuncha so'z boyligingiz o'sishni boshlaydi. Til xatolar orqali rivojlanadigan mushak. Bundan-da foydali videolar uchun like bosing va obuna bo'lishni unutmang. 6-si, o'rganishni qiziqarli qilish. Bu eng muhim va zo'r joy. Til o'rganish faqat kitoblar bilan emas. Rus tilida qo'shiq eshiting yoki ko'rayotgan kulgili kinolaringizni yoki videolaringizni hammasini rus tilida ko'rishga harakat qiling. Hatto uxlashingizdan oldin bu tushimni rus tilida ko'raman deb ayting. Bu sizni tilga yaqinroq qiladi va rus tilini kulgili tarzda o'rganish sizni ko'proq esingizda qolishga yordam beradi. Til o'rganish qiyin emas, faqat tartib va intizom kerak. Har kuni bir qadam oldinga tashlab, orqaga qarab, "Voy, men shuni bilamanmi" deb o'zingizga hayron qolishni boshlaysiz. Asosiysi intizom va to'xtab qolmaslik. Agar siz ham rus tilini intizom bilan qulay va samarali tarzda malakali mentorlar nazorati ostida o'rganishni istasangiz, PrepUz aynan siz uchun. Hoziroq video pastidagi havolani bosing va ro'yxatdan o'ting.